Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh. Sahih Bukhari namlı kitabının iman babıda 33. numaralı hadisinin babıda mundaqtaydı. Münafıqның alametleri hakkındaki bab dep keltirip başta mesela bu babның aldıda zulüm toğırlıq yapıldı. Zulümның xil bolduğanlığı haqida. Onun keyindilla münafıqның alametleri degan babni keltirdi. Sebebi nima degan vaqtda nifaqmi, munofiqlikmi? Shu zulmniki türlerden bir tür undaqda bulma. Bu 33. hadisda shundaq deydi Muhammed ibn İsmail Bukhari bizga Süleyman Ebu Rabi' degan kishi hadis so'zlab bergan edi. Bu kishimi İmam Bukhari rahmetullahi alayhining ustozlaridan ismi Süleyman Ebu Rabi'. Ebu Rabi' ibn Davud az-Zahrani. O'zi Bag'dod tutugan. İmam Malik'ten hadis anglagan bu adam. Kişine Yahya ibn Ma'in, Ebu Hatim, Ebu Zara qatarlıq ulamalar işencilik degeni bu kişine. Bu kişi 234-yili Besir'de ölüp ketkenligi hatırlangan. Bu adam shundaq deydi, bizga İsmail ibn Ja'far hadis so'zlab bergan edi dedi. İsmail ibn Ja'far ibn Abi Kasir el-Ansari. Bu adam Medinede yaşagan, o'z Medinedagi ayni vaqtdagi dаңliq qorilardan bo'ldi bu adam. Bu kişiye ulamalar Yahya ibn Ma'in baho berib ishonchlik, omonatdor, ko'p xatolaşmaydigan rostchil odam deb sifatlagan. Bu kişi Bag'dodda kelib, Bag'dodda yerleşib, shu Bag'dodda o'lib ketgan. Ketgan vaqtda 180-yil ekan. Bu kishiniki 500dek hadis rivoyat qilgan ekan-da bu odam. Hamda bu odam deydi, hamda İsmail ibn Ja'far bizga Nafi ibn Malik ibn Abi Amir Abu Suhayl degan hamisi bir odam. Mush odam hadis rivoyat qilib bergan edi deydi. Undaqda Nafi kim o? Bu zat İmam Malik rahmetullahi alayhinki tağısı bo'ladi. O'zida ishonchlik ulamalardan da. Bu zatni İmam Ahmed ibn Hanbalmi va boshqalar ishonchlik odam deb sifatlagan ekan. Qachon o'lib ketganligi xotirlanmabdi, ammo Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri bilan davrdosh ekanligi qayd qilinadi. Undaqda bu odam shu hijriya 130 oldingi yillarda o'lib ketgan bo'lishi mumkin. Chunki Imom Zuhri 124-yilga o'lib ketgan vaqtda balkim. Bu odam o'zining dadisini hadis rivoyat qilibdi. Bu dadisi kim o degan vaqtida Malik ibn Abi Amir al-Asbahi. İmam Malik rahmetullahi alayhining cho'ng dadisi oldu bu kishi endi. Bu kishimi bir qism sahobalardan hadis rivoyat qilgan, masalan Oysha onamiz, Talhat ibn Abdullah qatorliq sahobalardan. Ebu Hurayra qatorliq mashhur sahobalardan hadis rivoyat qilganda bu odam. Bu kishi ishonchlikkan, ko'p hadis rivoyat qilganligi qayd qilindi. Bu kishi 112-yili o'lib ketgan deb xotirlangan. Bu zat Ebu Hurayra radhiyallohu anhu da hadis rivoyat qiladi. Bu kishiniki tarjimali o'tdi sahoba. Bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilib shunaq dedi. Payg'ambarimiz munofiqning alomati 3 tur dedi. So'z qilsa yolg'on aytadi, va'da qilsa xiloflik qiladi, va'dasi turmaydi. Omonatga xiyonat qildi. Mana bu shu munofiqning alomati dedi. Endi munofiqlik umum jihatdan ikki turlik bo'ldi. Biri e'tiqodiy nifoqlik. Bu kafir bo'ldi. Buni islomni teshida oshkorlab ichida kufrni e'tiqod qildigan. Bu eng xatiri. Ya'ni bizda amaldagi nifoqlik bo'ldi. Mana bu amaldagi nifoqlik qatoriga kirdigan. Ham bu hadisda bir odamning masalan munofiqningki asosliq eng cho'ng gavdalik alomatlarini bayon qilganda, bu gavdalik bu alomatlar 3 narsani asos qilgan. Biri so'zi, ikkinchisi harakati, uchinchisi niyati to'g'ri bo'lmaganda. Masalan, bir adam söz qilib yolg'on aytgan bo'lsa, bu odamniki so'zdagi noto'g'riliq. Mesela omonat xiyonat qilgan bo'lsa, bu odamning ish harakati, stildagi noto'g'ri holat. Va'da qilib xiloflik qilgan bo'lsa, bu odamniki niyatidagi durust bo'lmagan, niyati buzuq, niyati durust bo'lmagan odamda. Demak, bu 3 xil holatdan tarkib topgan. Ulamalar bu hadisni tushunishda xilma-xil qarashlarda bo'lgan. Nimishqa degan vaqtda bu 3 xil alomat odamlar munofiqlar deb qaralgan, lekin bir qism musulmonlar o'zini to'g'ri, yaxshi odamlar bor. Lekin mush 3 xil alomatlar tepilib qolgan musulmonlar borda. Bularni ya'ni munofiq deyilib bo'lmaydi. Bularni ya'ni musulmonlik sifatlar yashaydi. Shuning uchun bu hadisni tushunish bir qism ulamolarga qiyinchilik tug'dirganda, hatta bu nifoqlikmi, munofiqlikmi darajalik bo'ldi. Masalan, kufriy nifoqlik, amallik nifoqlik o'xshash. Buniki zeyni, şu adamniki ichidagi o'rniga qarab, qalbidagi o'rniga qarab, bu mu darajalik bo'ldi. Masalan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonasida munofiqlar umuman shu e'tiqodiy nifoq
da. Lekin bular mesela yalg'a aytidi, va'da qilish xiloflik qiladi. Mesela urushga birga chiqamiz deb qilib qolgan holatlar bor. Mesela Medina qo'g'daymiz deb u yerda omonat xiyonat qilgan avvallar bor. Mesela qanday urushiga o'xshash. Biz imo etdik deb qo'yib, ichida kufrni yo'shuga avvallar bor. U davrdagi umum munofiqlar nihoyat xatarlik. U munofiqlarniki qilmishi bunda kufri nifoqlikda, masalan, e'tiqodki kufrlikda. Shuning qarg'a vaqtida, masalan, mushta alomatlar tepilgan odamlarniki darajasi, munofiqlik darajasi, endi shu qilgan qilmishi qarta, dinga, millatga, ummatga yetkazgan ziyni qarta, ham niyatiga qarta darajalik holatda, farqli holatda bo'linib turdi. Mush avvallarni, mushu yomon istillarni mesela o'zi odat qilib olgan bo'lsa, bu nihoyat xatarlik. U albatta mesela e'tiqodida u nifoqlik bo'lmasa-mu, amaliy harakatidagi nifoqlik munofiq bo'ladi-da. Lekin ba'zan hamda o'ylamasdan ba'zida chikitib qolgan avvallar bo'lib qolsa, bu munofiqqa o'xshab qoladi deb bir qism ulamolar mushtaq bog'lanib bergan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.